Yaqin 10 yil ichida internet va ma'lumotlarni saqlash tizimi butunlay o'zgarishi mumkin. Bu shunchaki ilmiy fantastika emas, balki aniq texnik ma'lumotlarga asoslangan haqiqat. Hozir sizga aytadiganlarim dunyoning eng yirik texnologik kompaniyalari milliardlab dollar tikayotgan yangi poyga haqida. Gap bor yo'g'i 21 oy oldin tashkil etilgan StarCloud nomli startap haqida ketmoqda. Xohlovchilar ularning white paper'ni, ya'ni texnik hujjatlarni o'rganib chiqishlari mumkin. Kompaniya hozirda dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylangan Nvidia'dan sarmoya oldi va yaqinda o'zining ilk sun'iy yo'ldoshini koinotga uchirdi. StarCloud 1 separation confirmed. Muzlatgich kattaligidagi va og'irligi taxminan 60 kg bo'lgan ushbu sun'iy yo'ldosh koinotga yuborilgan ilk Nvidia H100 GPUsiga, ya'ni sun'iy intellekt protsessoriga ega. Uning ishlash muddati 11 oy bo'lishi kutilmoqda. Missiya yakunida u 325 km balandlikdagi orbitadan chiqib, atmosferada yonib ketadi. Lekin bu shunchaki boshlanishi. StarCloud 1 aslida bir sinov. Agar bu sinov muvaffaqiyatli o'tsa, ular koinotda ulkan ma'lumotlar markazi, ya'ni data center qurishni maqsad qilgan. Tasavvur qiling, 4 kvadrat kilometrlik quyosh panellari bilan ishlaydigan va jami 5 gigavat quvvat sarflaydigan koinot stansiyasi. Bu shunchaki bir startap orzusi emas. O'tgan oy Amazon asoschisi va Blue Origin egasi Jeff Bezos kelgusi 10 yil ichida koinotda gigavat darajasidagi data markazlar bo'lishiga ishonishini aytdi. We're going to start building these giant gigawatt data centers in space. Google'ning sobiq direktori Eric Schmidt esa Relativity Space nomli raketa kompaniyasini aynan shu maqsadda, ya'ni koinotda data center qurish uchun sotib olganini ma'lum qildi. Yaqinda Elon Musk ham SpaceX orqali koinotga ma'lumot markazlarini joylashtirishni rejalashtirayotganini aytdi. Va nihoyat, Google o'tgan hafta rasmiy bayonot berib, o'z data markazlarini koinotga ko'chirishini aytgan. Suncatcher deb nomlangan ushbu loyiha sun'iy intellekt chiplari sun'iy yo'ldoshlariga o'rnatiladi va to'g'ridan-to'g'ri quyosh energiyasi bilan ishlaydi. Ilk sinov parvozini 2027-yilga rejalashtirgan. Xo'sh, nega hamma birdaniga koinotga shoshilmoqda? Sababi oddiy. Sun'iy intellekt inqilobi. Bu aslida juda hayajonli jarayon, lekin uning yashirin va juda katta tan narxi ham bor. Ya'ni elektr energiya. Xalqaro energetika agentligining 2025-yil hisobotlariga ko'ra, dunyodagi barcha data centerlar bu yil, ya'ni 2025-yil 415 teravat soat elektr energiyasi iste'mol qilgan. Qiyoslash uchun bu raqam butun Yaponiyaning yillik elektr iste'moliga teng. Eng yomoni 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 945 teravat soatga, ya'ni deyarli 2 barobarga oshishi kutilyapti. Buning asosiy sababi yana o'sha sun'iy intellekt. ChatGPT kabi modellarni o'qitish va ishlatish aql bovar qilmas hisoblash quvvatlarini talab qiladi. AQShda data markazlar hozirgi kunda elektr iste'molining 4%ni yutayotgan bo'lsa, 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 10% ga yetishi prognoz qilinyapti. Bundan tashqari, sovutish muammosi ham bor. Katta data centerlar chiplarni sovutish uchun kuniga millionlab litr suv ishlatiladi. Elektr tarmoqlari bu yukni ko'tara olmayapti. Narxlar esa oshishda davom etyapti. Aynan shu nuqtada ba'zilar bu muammoni hal qilish uchun o'sha aqldan ozgan savolni berishdi. Agar data markazlarini yerdan tashqariga olib chiqsak-chi? Koinotning data centerlari uchun bir nechta ustunliklari bor va bular o'yin qoidalarini haqiqatan ham o'zgartirishi mumkin. Birinchisi, cheksiz quyosh energiyasi. Yerda quyosh panellari tunda ishlamaydi. Qishda esa samaradorligi tushadi. Lekin koinotda to'g'ri orbitaga joylashtirilsa, sun'iy yo'ldosh 24 soat davomida quyosh nuri ola oladi. Nanyang texnologik universitetining tadqiqotlariga ko'ra, orbital data centerlar yerdagiga qaraganda 8 barobar ko'proq energiya to'plashi mumkin. Ikkinchisi esa sovutish muammosi yo'q. Yerda chiplarni sovutish uchun ulkan konditsionerlar va tonnalab suv kerak. Koinotda esa bo'shliqning o'zi ulkan sovutgich. -270 daraja sovuq bo'lgan koinot issiqlikni radiatsiya yo'li bilan darhol so'rib oladi. Albatta, buning o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Uchinchisi esa suv ishlatilmaydi. Buning yolg'iz o'zi ekologiya uchun ulkan yutuq. Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, raketani uchirishdagi uglerod chiqindilarini 5 yil ichida qoplash mumkin. Shundan so'nggina biz mutlaq toza energiya bilan ishlaydigan tizimga ega bo'la olamiz. Hozirda koinot data centerlari poygasida 5 ta katta o'yinchi bor. Axiom Space,
Biz ularni astronavtlarni koinotga yuborgani bilan taniymiz. Lekin ular 2022-yildan beri aynan mana shu, ya'ni data centerlar ustida ham ishlamoqda. Va xalqaro kosmik stansiyaga Amazon Web Servicing mini kompyuterini allaqachon joylashtirishgan. Google'ning Project Suncatcher. Bilasiz, Google Nvidia chiplaridan foydalanmaydi. O'zlari ishlab chiqqan TPU chiplaridan foydalanadi. Va mana shu chiplarni 2027-yilda sinovdan o'tkazadi va optik aloqa bilan bog'lashni reja qilgan. SpaceX. Elon Musk Starlink V3 sun'iy yo'ldoshlarini ishga tushirib, tizimini kengaytirishini aytgan. Kepler Communication. Agar StarCloud va Google kompyuterlarni qursa, Kepler esa ular uchun Wi-Fi tizimini qurmoqchi. Bu Kanada kompaniyasi koinotdagi sun'iy yo'ldoshlar uchun optik internet magistralini yaratishni ko'zlagan. Uning maqsadi koinotdagi hosil bo'lgan ma'lumotlarni Yerga tezkorlik bilan yetkazib berish. Kepler 2026-yil yanvar oyida SpaceX raketasi orqali o'zining yangi avlod lazer aloqa yo'ldoshlarini uchirishni ham rejalashtirgan. Thales Alenia Space. Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan Ascent loyihasi bilan 2050-yilgacha 1 gigavat quvvatga ega tizimni orbitalga joylashtirishni maqsad qilgan. Yevropa har doimgidek sekin va ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Ammo bu ishni xavfsiz qilish oson emas. Koinotda data center qurish haqiqatan ham qiyin. Birinchi muammo bu radiatsiya. Yer atmosferasi bizni kosmik nurlardan himoya qiladi. Ammo koinotda bu qalqon yo'q. Oddiy kompyuter chiplari u yerda bir necha kunda ishdan chiqadi. Masalan, NASA ishlatadigan radiatsiyadan himoyalangan Rad 750 protsessorining narxi taxminan $200,000. Holbuki yerdagi shunday kuchga ega oddiy protsessor atigi $300 turadi. Ikkinchi muammo narx. Bitta muzlatgich kattaligidagi server javonni koinotga chiqarish taxminan $750,000 ga tushadi. O'rtacha kattalikdagi data centerlar uchun esa bunday javonlardan 2500 ta kerak bo'ladi. Marhamat, siz hisoblang qancha bo'lishini. Uchinchi muammo kechikish, ya'ni latency. Moliyaviy operatsiyalar kabi millisekundlar muhim bo'lgan sohalar uchun orbital markazlar hozircha mos emas. Lekin Starship kabi raketalar muvaffaqiyatli bo'lsa, narxlar va muammolar hal bo'lishi mumkin. Endi bu sayyoramiz uchun yaxshimi yoki yomon? Bir tomondan suv ishlatilmaydi va toza energiya olinadi. Agar qayta ishlanadigan raketalar rivojlansa, ekologik zarar minimallashadi. Ammo tanganing boshqa tarafi ham bor. Bulardan biri kosmik chiqindilar. Orbitada millionlab bo'lak chiqindi bor va har bir yangi sun'iy yo'ldosh to'qnashuv xavfini yanada oshirmoqda. Keyingisi raqamli suverenitet. Ma'lumotlarimiz qayerda saqlanadi? Yevropa ittifoqi yuqorida aytgan Ascent loyihasini aynan ma'lumotlar xavfsizligi va mustaqilligi uchun qo'llab-quvvatlamoqda. Lekin boshqalarchi? Bu hikoya qachon haqiqatga aylanadi? Menimcha 2030-yilgacha biz asosan kichik sinov va loyihalarni ko'ramiz. Ammo texnologiya rivojlanib, raketa tan narxlari tushsa, koinot data markazlari oddiy holga aylanishi mumkin. Biz hali 2025-yilning oxirlaridamiz. Sun'iy intellekt inqilobi davom etmoqda, agar balon bo'lib yorilmasa. Va bizga har kuni ko'proq hisoblash quvvati kerak bo'lyapti. Yerning elektr tarmoqlari charchagan, koinot esa o'zining cheksiz energiyasi va sovutish imkoniyati bilan yechimlik ko'rmoqda. Kompaniyalar allaqachon poygaga kirishgan. Hukumatlar esa ularning orqasida va hamma bu o'yinda yutgan tarafda bo'lishni xohlayapti. Lekin koinot bo'shlig'i cheksiz ko'ringani bilan uning ichidagi bizning moviy sayyoramiz juda nozik. Orbitalarimiz to'lib bormoqda. Tizimlarimiz kundan kunga bir-biriga yanada bog'liq bo'lib bormoqda. Va ba'zan eng porloq g'oyalarimiz eng katta xatolarimizga sabab bo'lishi mumkin.